Bugungi kunda anorchilik Sherobodning o'sish nuqtasiga aylandi. Agar tumanda 48 ta mahalla bo'lsa, ularning 35 tasida anor yetishtiriladi. Bu yerda 300 tup anor ekkan oilalar, bog'ida 200 talab odam ishlatadigan fermerlar bor. Maydan avgust oyiga qadar Surxondaryoda anor mavsumi bo'ladi. Uyda ishsiz o'tirgan xotin-qizlar dalaga chiqsa, kuniga bemalol 50-60 ming so'm topishi mumkin. Tumanda 1000 gektar yer maydonida anor plantatsiyalari qilingan. Kelgusida ularni 11 mingga yetkazish mo'ljallanmoqda. Bir so'z bilan aytganda, anorchilik Sherobodda yaxshi daromad manbaiga aylanmoqda. Sherobod anorlar bilan mashhur tumanning 5,5 ming aholisi bugungi kunda aynan anorchilik bilan shug'ullanmoqda. Biz hozir mana anor plantatsiyasidamiz. Mana shu anor qo'limdagi aynan shu plantatsiyada yetishtirilgan. Prezident Surxondaryoga tashrifi doirasida Sherobodda bo'lib, aynan anor plantatsiyalari faoliyati bilan tanishdi. Sardorbek Sultonbek mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan 43 gektar maydonda 30 mingdan ziyod anor ko'chatlari ekilgan. Bu anorimiz sifati qoradonada. Bu jahon bozorlariga eksport qilishga yaroqli. Mana 1-iyunda ham mana anorimiz qo'limizda turibdi. Asosiy maqsadimiz oilalarning daromadini ko'tarish. O'zi mehnat qilib natijaga erishgan oila barakali bo'ladi, sog'lig'iga qaraydi, farzandlarni yaxshi o'qitadi. Bilimli bolalar kelajakda o'z yo'lini topa oladi, dedi prezident. Shu yerda Toshkent davlat agrar universitetining Termiz filiali tadqiqotchilari bilan muloqot bo'ldi. Respublikamizda anor hozir jaydar usulda yetishtiriladi. Agar shu soha orqasidan katta daromad qilishni istasak, albatta ilmni kuchaytirishimiz, zamonaviy laboratoriyalarni ko'paytirishimiz kerak. Kasallikdan himoya qilishni hamma ham bilmaydi. Eng katta narsa naf kerak, deya ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev tadqiqotchilar bilan muloqotda. Hozir dunyo miqyosida oladigan bo'lsak, 500 dan oshiq navlar, anor navlari yetishtiriladi. O'zbekistonda 36 tadan oshiq navlar yetishtiriladi. Bu yerda Sherobod iqlim mintaqasiga quva anorlari hozir olib kelib yetishtirilyapti. Endi quva anorlarining o'ziga xosligi ularning erta pisharligida. Hozir viloyatda yilga 18 ming tonna anor yetishtirilayotgan bo'lsa, kelajakda bu ko'rsatkichni 300 ming tonna yetkazish mo'ljal qilingan. Uning bir qismi eksportga yo'naltiriladi. Ammo ularga bozor topish oson emas. Mahsulot sifatiga alohida talab qo'yiladi. Qolaversa, qadoqlash, sertifikatsiya, logistika masalalarini hal qilmasdan turib, chetga mahsulot chiqarish qiyin. Bu borada klasterlar fermerlar uchun samarali tizim bo'ladi. Surxondaryo viloyatida meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan 16 ta klaster bor. Ularda 5 mingta ish o'rni yaratilgan. Hozirda klasterlar tayyor mahsulotlarni Xitoy, Tojikiston, Rossiya, Pokiston kabi mamlakatlarga eksport qilmoqda.